Barchamizga ma'lumki, kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma'naviyatga erishib bo'lmaydi. Tumanimiz aholisi o'rtasida kitobxonlik qiziqishini o'rganish bo'yicha so'rovnoma o'tkazsak. Haqida bilasizmi? Bu yozuvchi kim ekan sizningcha? Abdulla Qodiriy o'tgan kunlar romanini yozgan buyuk yozuvchimiz, o'zbek adibi Abdulla Qodiriy. Rahmat. Kitobxonlar o'rganish yuzasidan so'rovnoma olib boramiz. Hozir men sizga bitta shoir yozuvchimizni rasmlarini ko'rsataman. Tanidingizmi bu yozuvchini? Chingiz Aytmatov. Chingiz Aytmatovning qanaqa asarlarini bilasiz? Chingiz Aytmatovni ko'p asarlar o'qiganman. Qiyomat, Oq kema, Jamila degan asarlarni o'qiganman. Unda Oq kemada bir bolaning orzulari haqida fikrlar ketgan. Juda ham qiziqaman bu shoirning hayoti va ijodi, hikoyalariga, romanlariga. Rahmat. Dehqonobod tumanida axborot kutubxona markazi borligini bilasizmi? Bilaman, men o'zim u yerdan ko'p kitoblar olib o'qib turaman. Biz uchun juda ham bu kerakli joy, ya'ni axborot kutubxona markazi juda ham kerakli joy deb Axborot kutubxona markazi xodimlarini xizmatidan qoniqasizmi? qoniqaman. Juda ham ular xushmuomala, doim o'quvchilarni jalb qilishga juda katta yordam berishadi. Maktablarga borib targ'ibot ishlarini olib borishadi. Biz ular ishidan juda ham xursandmiz. Rahmat. Yozuvchi haqida bilasizmi? Albatta. Yozuvchi Xudoybek To'xtaboyev. Xudoybek To'xtaboyevning qanday asarlarini bilasiz? Sariq yo'lim meni. Sariq yo'lim to'lini. Uch bolali yigitcha. Bu shoirimiz sizga tanishmi? Men nechun sevaman O'zbekistonni, tuprog'im ko'zimga aylab turdiyo, butun vatan deya, yeru osmonni muqaddas atayman. Bu yozuvchi sizga tanishmi? Albatta, Saidulloh Tumshuq Qahar, Said Ahmad, juda o'chmas qoldirgan adiblarimizdan biri. U kishini so'zlari nafaqat o'zbek adabiyotida, balki jahon adabiyotida ham juda mashhur. Har bir o'qigan qalbga chiqib boradigan asar. Jimjitlik romani esa o'sha ikkinchi jahon urushidagi hamma narsani berolgan. Biz sizni ijozingizga juda ham qoniqdik. Siz eng sevimli kitobxonamizdan birikansiz. Rahmat, sog' bo'ling. So'rovnomamiz yakunida kitobxonlarni Chingiz Aytmatov, Tohir Malik, Cho'lpon va Oybek asarlari qiziqtirishining guvohi bo'ldik va shu bilan birga kitobxonlarga badiiy, diniy va detektiv asarlar yoqar ekan. So'rovnomamiz davom etadi. Kelgusi so'rovnomamizda sizlarni kutib qolamiz aziz